2022-yildan beri mana shu velosipedni minaman-da. 2022-yildan beri minaman. Mana hozirga kelib 2022-yilda 21 oluvdimmikin. 22 kuzroq oyida oluvdi shekilli. 22-yilda kuz oyi edi. Adashmasam oktyabr oyida olganman. Shu velosiped ancha tirib ketgan yo'q, Allohga shukr. Mana shu oyna telefonimdagi A31. Hozir boshqa oyna qo'yib olganmiz. 15 so'mlik oyna. Qalin deb berdi. Qalinligini bilmayapman. Qalin oyna. 15 ming so'mmi, 10 ming so'm. Mana shu velosiped 2022-2026 salkam 4 yildan beri mana shu velosipedni minib yuribdi. Bunun ichida abadasi yangilandi. Abadasi. Onun bitta oldi. Abada ham yangilangan. Avariya bo'lib ketgan. Yangi olgan paytim. Vilkani 1-2 marta yangiladim. Keyin o'zini vilkasiga qaytgan hozirgi holatda. O'sha avariya bo'lib ketgan vilka bukilib qolgandi. Bunday orqaga bo'lib bittasi orqada, bittasi oldida. Bunday achchiq yana qaytarib. Bir xil bo'lib qoldi hozir. Oldin bundayroq edi. Endi bunday qilib qo'ydik. Yana qaytarib o'z holatiga. Zo'r oldi, Xudoga shukr. Yangi olgan paytimda Cherokee balonda minganman buni. O'ta tez yurardi bu velosiped. Yangi olgan uchardi. Hozir ham uchadi. O'ta tez haydab olgan. Spark kelayotgan bo'lgan. U ham uchirtirib kelayotgan bo'lgan. Tormoz bosgan, ikkovimiz tormoz bosganmiz. Men tegmadim deb bo'lganman. Taraq etganini bilaman. Tegmadim deb o'ylaganman. O'sha tegib bo'lgan ekan velosiped. Bu yoqqa olib qochganman. O'sha yeb bo'lgan ekan velosiped. Tushsam o'sha abada buklanib qolgan ekan, oldi abada g'ijimlanib qolgan ekan. Yo, vilka orqaga ketib qolgan, bittasi orqaga, bittasi oldiga. Shunaqa qilib, ashatni yangilab, yana qaytarib joyiga. Nimalari bagajlari o'zini o'rnida. Hech qayerda o'zgarish yo'q. Qaysi gaplar akalar? Xudo xolasa hamma yo'lamiz.